bir tomonimiz o'ng tomonga go'rksimon bo'lib chiqib ketgan. Endi foyda qilmayapti endi. U bo'lmaydi endi. Narsa foyda qilmayapti endi. Buni shu to'g'irlash kerak operatsiya qilib. Sir ayoqlari juda chiroyli, faqat shu umurtqalarida turingan. Buni opa-ukalari ham bormi? Ular yaxshi. Oy kuni 7 boshi bilan tug'ilganmi? Tug'ilishi yaxshi. Muammo bo'lmagan ro'tda, ota-onasi qarindosh bas. Necha yoshdan bilib qoldilar endi? 4 yoshdan уже bilib qoldilar. Bemorimizda skolyoz og'ir formasi 4-darajada deyiladi. Ko'radigan bo'lsak, bir tomonimiz o'ng tomonga go'rksimon bo'lib chiqib ketgan. Mana shu chizganimiz umurtqa pog'onani o'siqlari hisoblanadi mana. Shu kelganimiz shunda o'ng tomoniga qarab siljib ketyapti. Tekshirishlar oldiga qarab engashing, ko'radigan bo'lsak, umurtqalari chiqib ketib qolyapti. Bir tomonga egilgan tomoni ishib ketib qolyapti. Quyma korsetlar qilinganda bu quyma korsetlari endi kichkina kelib qolibdi, tashab qo'yishgan bemorda. Taqishmagan ham, vaqtida taqilmagan, rejim qilinmagan, shuni hisobiga og'ir formasiga o'tib ketdi. Shuning uchun endi bemorimizda operativ lecheniya tavsiya qilyapmiz. Operativ lecheniya tavsiya qilyapmiz. Yana tekshiruvlarni davom etkazamiz. Nima qilamiz? Operatsiyadan keyin natijalarni yana sizlarga beramiz.